Apparat yaxshi ekanmi? Apparat yaxshi. Xuddi oldin bemalol muloqot qilyapman-da. Oldin juda ham o'zim tortib turardimda. Odamlar o'ylaydiki, apparat taqsam ko'pchilikdan uyalaman, ko'pchilik eshitmayapti deb o'ylaydi deydi-da. Oldin shunday dedim men. Atrofda nima bo'layotganini bilmaydi. O'zim tortib turar ekan o'zim. Bemorimiz Vodiydan kelganlar. Bularda bugun xudo xolisa quloq operatsiyasini o'tkazamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, quloq pardasi teshilgan. Mana shu holatda xudo xolisa quloqning o'zidan, ichidan yamab, chiroyli qilib beramiz, orqadan kesmaymiz. Lekin bizning maqsadimiz faqatgina hozir pardani butunligini tiklash. Nimagaki bemorimiz yoshlikda muammo bo'lgan, yomon antibiotiklar olingan, shu quloqqa ta'sir qiladigan antibiotiklar. Keyin bu teshikka ham ancha yil bo'lgan. Yoshlar katta bo'lguncha qaramaganlar yaxshi o'zlariga. Shuna hisobiga nerv juda ham tushib ketgan. Bularga oldingi safar kelganda hammasini tushuntirdik va apparat tavsiya qildik. Hozir apparatni yaxshi eshityapman deb xursand bo'lyaptilar. Apparat yaxshi ekanmi? Apparat yaxshi. Xuddi oldin bemalol muloqot qilyapman-da. Oldin juda ham o'zim tortib turardimda. Yaxshi eshitmaganim uchun. Bu narsa odamlarga ko'p ta'sir qiladi. Siz bilan suhbat qilamiz. Xo'p, odamlar o'ylaydiki, apparat taqsam ko'pchilikdan uyalaman, ko'pchilik eshitmayapti deb o'ylaydi deydi-da. Oldin shunday dedim men. Bu narsa lekin odam yaxshi eshitmagandan keyin asabiga ta'sir qiladi, asabiy bo'lib qoladi. Atrofda nima bo'layotganini bilmaydi. O'zim tortib turar ekan o'zim. Xuddi shunaqa. Hozir bemalol ishxonada ham, boshqa joyda ham, uyda ham endi bemalol toqib, olib qo'yib, bemalol foydalanib unaqa. O'sha narsani biz xalqqa tushuntirishga harakat qilamiz. Apparatdan uyalmanglar. Agar apparat taqmasangiz, bundan ham yomonlashib ketaveradi. Bundan ham yomonlashib ketaveradi. Odamlar o'ylaydiki, pardani buton qilsam, zo'r eshitib ketaman deydi. To'g'ri, unaqalar ham bor. Pardasini buton qilsa zo'r eshitib ketadiganlar ham bor. Lekin nerv zararlanadigan bo'lsa, uni operatsiya bilan tiklab bo'lmaydi hozir. Uni faqat apparat orqali eshitish mumkin. Agar uni ham eshitmaydigan bo'lsa, yildan yilga tushib ketadi, ertaga apparatdan foyda bermay qoladi.